Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, hurmatli qishloq xo'jaligi mutaxassislari. Mana bugun biz Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagi Tianyi Agroga kompaniyasiga keldik. Bu yerda tomchilatib sug'orishlar, qishloq xo'jaligiga kerakli barcha mahsulotlar o'zlari olib kelinib ishlab chiqarilyapti. Bugun sizlarga biz tomchilatib sug'orish haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib boramiz. Shavkatbek kelavering. Tianyi Agroni tomchilatib sug'orishning effektlari mana birinchisi filtrdan boshlanadi. Mana bu ko'rib turganinglar suvda turadigan filtri. Bu kerakli mahsulotlarni chiqindilarni ushlab qoladi mayda shunda. Suv bundan boradida kelib mana truba bilan yana yurib qo'shimcha yana bitta filtri bor mana mayda. Shavkatbek motori nechilik? Bu 37 kilovatli motor bo'lib 30 gektardan 30 gektargacha bemalol suv yetkazib beradi. Suv yetkazib beradi. Ko'rib turganingizdek mana motori 30 gektardan 35 gektargacha yerda bemalol sug'orish imkoniyatiga ega ekan, 40 gektargacha. Suv yana yurib boradi. Ko'pchilik tomchilab sug'orish qilganlar bunaqa filtrlari yo'q. Shlankalarimiz suvda shlankalari to'lib qolyapti, tiqilib qolyapti deganlar uchun ana birinchi filtrini ko'rsatdik. Undan o'tib yana bitta filtrga keladi. Bunda ham suv yana filtrlanadi. Suv keyin mana shu yerdan dala maydoniga kirib ketadi. Mana bu bochkalar esa dorilarni eritib suvga qo'shib beradigan apparatlarimiz. Xohlasalaring katta 2 tonnalik yo'nqichlarimiz bor. 500 tonnalik yo'nqichlarimiz bor. Suvni aralashtirib chiqindilar ushalib qolgandan keyin tiniq suvga dorilar qo'shiladi hamda dalamizga kirib ketadi. Hurmatli dehqonlar, meni yerim 10 gektar, meni yerim 40 gektar, meni yerim 80 gektar. Motorlar har xil balans berib qoladi deganlarga mana Xitoydan keltirilgan motorlarimiz 10 gektardan 100 gektargacha suv yetkazib beradigan motorlarimiz bor. 25 kilovatdan mana ko'rib turganingizdek eng katta motorlarimiz 100 gektargacha suvni yetkazib beradi mana. Hammasi zavodskoy upakovkalari bilan kelgan. Hammasi ishlash uchun tayyor holatda. Hammasi ishlash uchun tayyor. Hurmatli dehqonlar, mana ko'rib turganingizdek shuncha turba tomchilatib sug'orishdi uskunalari. Bu turbalar qaydan keltirildi, qaydan olib kelindi degan savollar tug'iladi. Mana o'zimizning yonimizda katta zavod bor. Shu yerda ishlab chiqarilyapti ular. Chidamliligi Shavkatbek necha yil? Chidamliligini 30 yilgacha berishyapti. 30 yilgacha. Buni yana ozgina yaxshi tomonlari. Endi yaxshi tomonlari asosiysi shu mustahkam. Keyin va shu ichidagi sanniylarni masalan ko'rishinglar mumkin. Bu zavod holatida qizdirib turib ichiga tiqiladi. Bu ichaqqa siljimaydi, suv qo'yib yubormaydi. Suv qo'yib yubormaydi. Hozirda mana shu turbalarimiz 125 dan 315 o'sha razmerlarda ishlab chiqarilyapti. Mana o'zlaring eshitdilaring, razmerlari bor ekan. 10 gektardan 100 gektargacha moslab turbalarimiz mavjud. 10 gektarlik maydonga kichikroq turbalar, 80 gektarlik maydonlarga katta turbalarimiz hammasi mavjud. Eng asosiy narsani aytib o'tib ketaman. Tomchilatib sug'orishni nech pulga qilib beradi degan savol baribir tug'iladi. Biz hozir gaplashdik. 1 gektar yeri 25 million so'mdan tomchilatib sug'orishni o'zlari borib 100% ishlatib keladi. Shunday. Ishlamagan joyga o'zlari borib, mabodo buzilib qolsa tuzatadi. Yana bir tomoni, men ishonmadim, qilmayman deganlarga o'zlari oldindan qilib berib, foydasini olib, keyin pulini bersa ham unga ham dogovor qilishaveradi. Shunday.